Respublikada giyohvand moddalarning mamlakatimizga noqonuniy kirib kelishi, tarqalishi va sotilishi, shuningdek, uyushgan jinoyatchilikka qarshi keng ko'lamli murosasiz kurashlar olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamda Ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda olib borilgan tadbirlar davomida narko do'konlarda kuryerlik bilan shug'ullanuvchi, kuratorlari tomonidan berilgan vazifalarni bajarishdan bosh tortgan shaxslarga muntazam jismoniy tazyiqlar o'tkazib, ularni tahqirlab, samasud qiluvchi o'rta chirchiqlik jinoiy to'da faoliyatiga chek qo'yildi. Qani do'sti? Shu joyga olganman, o'sha joyga otib olib ketganman. Unaqaga aytgan boshqa ishlamayman degan kuratorga. Unaqa ish. Kuryerlikdan. Unaqa kuryer. Narko kuryer. Narko kuryer? To'da rahbari 22 yoshli T.R. jinoiy guruh tashkil qilgan holda atrofiga 1993-yilda tug'ilgan T.M., 1994-yilda tug'ilgan J.K. Muqaddam jinoyat kodeksining 128-277 moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan 1997-yilda tug'ilgan S.N.larni to'plab jabrlanuvchilarga tan jarohati yetkazishgan hamda axloqsiz harakatlar sodir etilgani bo'yicha video lavhalarni kuratorlarga yuborishgan. Xususan, ularning navbatdagi qurboni narko do'konda kuryerlik faoliyati bilan shug'ullangan 1999-yilda tug'ilgan A.U. va 2001-yilda tug'ilgan A.Z.lar bo'ldi. Guruh a'zolari 400 AQSh dollari evaziga 2026-yilning aprel oyida O'rta Chirchiq tumanining Beshboy mahallasi hududida yuqoridagi jabrlanuvchilarga tan jarohati yetkazib, vahshiylarcha qiynoqqa solingan va pushaymon bo'lganliklari to'g'risidagi video tasvirlarni kuratorlariga yuborishgan. Hozirda jinoiy to'daning barcha a'zolari qo'lga olindi va ularga nisbatan viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, nafs balosiga uchib, qing'ir yo'ldan yurishning oqibati ayanchlidir. Unutmang, har qanday jinoyatga jazo muqarrar.